Assalomu alaykum aziz obunachilar, aka-ukalar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahriga bir magazin olib qo'yuvdi 6 metrlik. Yanvar oyi. Yana bir zakaz qildi. Uning uchun ham olib qo'ydi. Bugun 16-aprel. Bu ishlayapti. Mana bunisi olib qo'ydi. Bu pavilon bo'lar. Antarazet nan mana krishani bolalar tekshiryapti. Mana tayyormaganimiz. Montajlari bo'lgan. Mana bu yerdan fortishga qo'yib berdi, marojin sotish uchun. Mana patologim. Hamma narsa alingan. 3 qavat o'tiplet qildi. Stiklovata tiqdi, Pinaplex, falga tortdi. Montajlari, svet. Mana bu yog'i konditsionerga qo'yib berdi. Mana bu yog'i xoladelnikka. Hamma narsasi original, mana patolog. Diyorlari. Hamma joyi MDF. Patolog Decor Plus. Balandligi 3 metr, ichkarisi 2,5 metr bo'lgan. Orqadan havo aynalishi fortishga qo'yib berdi. Magazinimiz tayyor. Bugun 16-aprel olib topshirdik. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.